Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size Rosa, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı 2025 yıl. 3. ayının 20. günü vatandaş. Ertege Perşembe. Bugünkü vaziyetimizden esaq bir cümle mesela Lavrınız tebettir. Şundak dedi, Ukrayna-Rusya uğraşı ve bu kelişim imzalanıp Ukrayna-Rusya uğraşı toxtağandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Donald Trump Tayvanga yeşil chiroq yoqadi. Men bu şey turibdi, bunun da birinchidan de sizlarga tuvandagidek so'zlaylar, endi qolganini qolganlarini masalan mavzumunda vatandaş ciddi xabar. Prezident Donald Trump muqimlashtirdi. Rusya Ukrayna urushidan keyin Tayvanga yeşil chiroq yoqadi. Prezident Laychingda Jumhuriyet partiyasiga texmi qattiq muomala qiladi. Lavrınız tebettir. 3. ayının 20. günü yutib. Yani bir xabar, qisqa xabarlar tarkibidagi vaziyat ramkisi vatandaş. Yer shari geopolitikalik siyasi vaziyat ramkisi o'ralashtirildi. Yer shari geopolitikalik siyasi vaziyat ramkisi o'ralashtirildi. Xudo endi bu ramkaning ichida Tibetning bo'lishini, Uyg'uristonning bo'lishini umid qilamiz vatandaşlar. Urush to'xtatishni ishga oshirib, İran'ın arka yolunu kesip taşlap, ok merkezi devletlerine parçaladı. Şata, 3. ayının 20. günü yutup. Yani bırak oytay vatandaşım, bu bir cümle dolu kızıkı men koyman şahsen. Yer şari, geopolitikalik, siyasi vaziyet ramkisiye uğurlaştırıldı. Uruş toxtuşunu işga aşırıp, İran'ın arka yolunu kesip taşlap, ok merkezi devletlerine parçaladı. Şıtav 3. ayının 20. günü yuttu. Endi resmi mavzuğa köçeyli. Prezident Donald Trump'ın sözleri kişilerini çöçtü. Amerika, Cungo'ga tığmı-tığ taqabıl turdu. Mavzulu haber 3. ayının 19. gün Venvit orbitide ilan kılındı haber. Bundan başlandı. Amerika Qo'shma Shtatları prezidenti Donald Trump bunday ko'rsatdi. Agar Jungo, Hindiston qatorliq davlatlar Amerikaning tovarlariga 100% tamojna boji qo'ydigan bo'lsa, o'xshash darajalik tamojna boji bilan Amerika bu davlatlarga javob qaytardi. Ichki ishlardan xabardor bir nafar kishi bunday daliladi. Amerika Qo'shma Shtatları hükümet əməldarları bir neçə 100 milyardlığın import tovarlarına tamojna boji qo'yishga tayyorlik qilyapti. O'xshash darajalik tamojna boji bilan javob qaytardi. Vaqt 4. ayning 2. kunidan boshlanadi. Tug'ildi boshlanadi vatandaş. Prezident Trump bu kunni Amerikaning Azadlık günü deb atadı. Prezident, Amerika Qo'shma Shtatları prezidenti Donald Trump mushu kunni Amerikaning Azadlık günü deb atadı. Xabardor kishilar bunday ko'rsatdi. Tamojna boji ilish doirasi bir necha hassa kengaytirildi. Iqtisodshunoslar, davlat majlisi a'zolari ba'zi a'zolar buningdan ansirashga boshladi. Aksaray'da başka dostlarımı murakkab import ve tamojna boji elip kelidigan keyinki xiristlardan ansirashga boshladi. Xabardor kishilar bunday ko'rsatdi. Bu yangi tamojna boji haqiqatan hukumatni yuqori darajalik amaldorlarning keng taraflik muhokamasini qo'zg'adi. Masalan, muavin prezident Vance, Savdo ministri Howard Lutnick, Aksaray iqtisodiy
ishlar bo'yicha yordamchi iqtisod professori Peter Navarro ve Maliye Ministeri Scott Bessent Katarlaq hükümet erbapları bu muhakemeye hemmisi katnaştı. Demek aldığımızda 4. ayın 2. günü keng dairlik ve hiç kim kalmaydı. Keng dairlik tamoyla böce meselesi oturuğa koyuldu. Hem ilan kılındı. Şu günü dedi ki Prezident Donald Trump bugün Amerika'nın azatlık günüdür. Bu işine yukarı profesörle ilmi cihetini etkanda, emel cihetini etkanda muavin Prezident Vance'den tatip, iqtisod maslahatchisi, yordamchi Peter Navarro'gacha hammasi hozir bu muhokama qatnashdi deydi vatandosh. Amerikaning ichki qismidagi tayyorlik shuni ko'rsatdiki, garchi Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi ve oğul kuchsidagi do'stlar xotirjamsizlik kun sirli xotirjamsizlik kun siri cho'ng qurilishayotgan bo'lsa-mu, chet ellarda g'azablanguchilar g'azablanib turolmayotgan bo'lsa-mu, lekin Prezident Donald Trump eg'ishmay yanmay yer shari tijorat, savdo tijorat tartibini üstün qilib o'tadi. Mana gapadi. Kim qandaq fikrda bo'ladi? Kim ranjimasin? Kim ansirmasin? Hozir bu gaplar qoldi bizdan. O gaplar bilan apilishgan vaqtimiz, chog'imiz yo'q. Prezident Donald Trump şu iradega, şu siyasetle, şu iradega yetib keldiki, navbatdagi yer shari tartibi ve yer shari savdo ishlari, yer shari tartibi emas, savdoga munosabatli tartibmi? Navbatdagi yer shari savdo tijorat tartiblarini üstün qiladi. Tünün birlikçimizde nime degani yo'q, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar katibi Marco Rubio to'g'risida Robio'nun sözü de hozirgi reallikdan qanoat his qilmaymiz. Hozirgi reallik ustida turib qolmaymiz. Biz boshqa bir reallik yaratamiz degan edi vatandosh. Mana keldi. Dunyo savdo tijorat tartibini üstün qilib tashlaydi. Prezident Donald Trump bunday ko'rsatdi. Tamojni beji elish bu zarardir. Demek növbette hazır Amerika'da bu zarardır. Amerika'nın tamojni beji degendi keldi bu başka devletlerge berip çetilidir. Vatandaş. Bu yol arqalıq şirketlerimizni rəğbətlendirib işlep çıkarışını Amerika devlet işi qaytırıp kelimiz. Eliq yer şarlishish chaqiriqlari avjalgan paytlarda bu şirketler ticaret, savdo kapital məbləğini götürüb chet elga chiqdi. Mesela en asaslığı Jungo'nun bazarıga kirdi. Vatandaş naqmiya, sizlar to'xtamay so'zlab keldik bu oqibatlarni. Endi bugun biz muşunun ilham berib, bu şirketlarga rəğbətlendirib, o'zimizning şirketlerining Amerika'nın bazarıga kirib kelishini, ishlab chiqarishda qaytarib Amerikaga elib kelishini qo'lga keltiramiz. Şirketlerimizni bu yol bilen mecburlaymiz hatta. Demek muşna kıldık, bu bir mecburiyet. Siz sana mecburlanğanda kes kalırdı. Muşu mecburlaş bilen seni Amerika qaytırıp gelimiz, işlep çıkarışını Amerika qaytırıp gelimiz. Prezident Donald Trump haftanın birinci günü muhbirliği mundaq dedi. Bu bizden devletimizden azat boladigan günüdür. Demek 4. ayın 2. günü de şunu muqimlaştırsanız, mesela bu günü Amerika azat boludu. Eğer gepkende vatandaş qaragandımız savdo, tamojna, savdo muamelesi başka devletler bilen eğer gepkende bulmasa bu derecede mesela muşu günü Amerika azat boludu degan gapni işletmegen bo'ladi cuma savdo, tashqi savdo haqiqatan eğer kende gepçe. Bu günü Amerika devletimiz azat buludu. Çünkü biz zor baylıqni qaytırıp kelimiz. Mana mesela. Çünkü biz zor baylıqni qaytırıp kelimiz. Mesela Amerika şirketleri elip çıkıp ketken meblağ selingan meblağ hisobiga keladigan payda.
Onun bir kısmı Cungo'da kalıdı, bir kısmı yani başka meblağ sağan devletlerde kalıdı. Bugün bu avarçılıkını beşimizden keçirmeyimiz. Endi şirketler kayıtıp geldi. Şunun ile nurgun meblağ ve baylıkını kaytırıp gelmez. Bu baylıkını bez ahmaklarca vazgeçip başka devletlerge birivetken, cümleden dostlarımızga birivetken ve hatta düşmanlarımızga birivetken. Yalnız mı? Bunun şu cümlesi yani Prezident Donald Trump'ın üzerine sözünü misal keltireyle. Birinci kıtım Prezident Bob vazifetine yılladı ne mi dedi? Nemişka Amerika 25%'in tamamını becetöleydi o kişilerge. Nemişka kişiler Amerika bazırga körüdü 20%'in baş alımız bez. Ya 20% demez $2,5. Nemişki biz $2,5 bacalımız okşaş da var. Okşaş mesulat, okşaş san ve sifat. Lek maddi buyumlağı ya ki import kılınan tuvarlağı nemişki biz $2,5 bacalımız, nemişki başka devletler 25%'in Amerika'dan bacalıdır. Şu vaxtlı şundaq degeni de bugün endi bu siyaset arqılıq əməliləşdirən gep. Sen $25 baş koysan, ben $25 baş koyayım. Sen $100 baş koysan, Amerika tuvarlarına ben sana $100'lik baş koyayım. Tən mi tən? Beraber. Dedi biz bu ne? Kişilerge birivetken baylık, ahmaklarca birivettik bu baylık ne? Hatta düşmanlarımız gümüş baylıkını birivettik cümleden. Cungo'daki devlete tekeme köp birivettik bu baylıkını. Soda vuruşunun ahırkı baskıçını Prezident Trump tamoydu becedi öz ara menfaat yetküzüş dep atıdı. Demek sen $2,5 boş koysan ben $2,5 boş koyayım. Demek bu katımkı soda vuruşunun ahırkı neticesi tən tən. Beraberdik de tamoydu becedi koyuyor. Bu özüran menfaat yetküzüş dep atılı dedi. Eğer Cungo Hindistan Katarlık devletler bizge bana 100%'in tamoydu becedi koysa, 200%'in tamoydu becedi koysa biz mi okşaşlar? Ulan ne? Üzünün yolu ile üzünü baplaş şeklinde biz mi 100%'in 200%'in tamoydu becedi koymayız. Yani bir haber endi vatandaş Prezident Donald Trump Xi Jinping'nin Amerika'ya ziyaretki kelişinin bişaret verdi. Cungo yenile Prezident Donald Trump'ның neme talep kılıdığanlığını bilelmeyvatıda. Prezident Donald Trump Xi Jinping'nin Amerika'ya ziyaret kelişinden bişaret verdi. Cungo yenile Prezident Donald Trump'ның Cungo'dan neme talep kılıdığanlığını bilelmeyvatıda. Mavzula haber üçün ayının 19. gün York'u vaqt gezisi ilan qılındı. Haber mundaq başlandı. Moşa hafta Prezident Donald Trump muxbirlağı mundaq ko'rsatdi. Yaqinda o'tkaziladigan Amerika Cungo yuqori darajaliklar söhbetiga tayyorlik qilish uchun Washingtonni pokiz tozalab qo'yishimiz kerak. Bu qaltis ig'ir gap qotadi tushunammidim men. Her xil tahlil qilib baxtam qarang. Bu qatim yuqori darajaliklar uchrashish uchun masalan Cungo keldi ekanda, Xi Jinping keldi ekanda, bishorat berdi dedi u. Prezident Donald Trump. Demak, yuqori darajaliklar suhbati uchun tayyorlik qilish uchun Washingtonni pokiz tozalab qo'yishimiz kerak. Arlıqda tekrarlamadık, dastlabda Oqsaroyga kirgichi bo'lgan Arlıqda Prezident Donald Trump ve yoki saylanның qaysi bir mezgil nemi dedi? Washington etrafidagi sozliqni tozalaymiz. Washington etrafidagi sozliqni suyini tortib, qup-quruq sozliqqa aylantiramiz. Degandek bir gapni qildi-ku, bu yerda endi hozir nima deydi? Yuqori darajaliklar suhbati o'tkazishga tayyorlik qilish uchun Washingtonni pokiz tozalab qo'yishimiz kerak. Şundaq vatandaşlar, şundaq qanda. Bunun ma'nosini nima deymiz? Oddiy tushunsak balki Xitoyparast odamlarmi bor, ular bizni nari to'sin bu qatam suhbatda degan ma'noda. Ama shundaq
Düşünerek ben de düşünsek bula vatandaşım. Söhbet ötküzüşçü Washington'un pakiz tazalap koyuşumuz gerek. Bu söz kişilerinin, yani Prezident Trump'ın yığında Xi Jinping'in görüşü yakında, geçirinler. Xi Jinping'in görüşü de kaldığı doğrusu da yana bir katımlık biraz kıyaslarını keltirip çıkardı. Demek ziyaretke Xi Jinping geldi. Yukarıda etken Prezident Donald Trump'ın sözleri kişilerde kıyas ve perezlerini keltirip çıkardı. Prezident Donald Trump tepsili yürütmedi. Gepni tepsili çendirmedi. Bunda görüşüş doğrusu da Cungu taraf hiç kandak bir nime demedi. Xi Jinping'in Washington'a ziyaret kilişi intayın zor bir vakadı. Belki ötmüştü geldi ziyaret ki deli bir katım geldi o değil mi? Onun da baş vakta geldi. Kaliforniya'da Prezident Obama ile bir görüştü. Andı Prezident Donald Trump'ına geldi. Washington'a gelmedi. Prezident Donald Trump'tan Florida'daki ki Aram gayda. 2017 yılı 4. ayının 7. günü Reis Xi Jinping geldi. Andı şu yılı 11. ayının 1. günü Amerika'dan ayrılған vakti 11. ayının 1. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Beijing'e ziyaret geçip geldi. Evvel Tokyo ile geldi o deyim. Tokyo'na aylanıp Beijing'e bir ziyaret kıldı. Havaydan uçtu vatandaş. Yani hazır bu bir işaret mesela Reis Xi Jinping yakında Washington'u ziyaret kıldı. Degenge karta bir adet gap deme. Bu kıtım Xi Jinping'in Washington'a ziyaret gelişi intayın zor bir vakadır. Şu intayın zor bir vakadır diyen şu cümle Washington'da tazalap koyuşumuz gerek diyen şu cümle ben tönügün söz diyen leksiyelerinin mezmununu yanı bir taraftan toloklap geliyotu o vatandaş. Ben şundak his kıldım. Siz kanda karaysız kıldım. Prezident Donald Trump Cungo Amerika'ya eksport kılıdığan tuarmallağa Cungo'dan Amerika'ya eksport kılınan tuarmallağa 20%'nin tamamını böyle koyduğanlığını ilan kılıp oldu. Belki kiler aydan başlap teheme köpeytip tamamını böyle koyuş mümkün yok kurdumuzda 4. ayının 2. günüden başlap. Yani tamamını böyle koyuş mümkün değil. Mutaxassislarında körsetti. Cungo soğuk oruçtan örülüp gitişini, çekleşini oylaşıdır. Eğer soğuk oruçu örülüp gittiğin bolsa Amerika ile Cungo oturısı da. Cungo'nun kıyınçılık içine düşüp kalgan iqtisadını asli keltirişke tosqulluq payda kıldı. Cungo iqtisadını bilirsiniz, hazır qaysı halda yanı üstelep Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump tamojni beje qo'ydigan bolsa. Yaki arlıqda koygan tamojni beje 10%, 20%, dedi hazır yanı üstelep tamojni beje qo'ydigan bolsa, Cungo asliga keltirimen deb urinayotgan navbatda zaiflashgan iqtisodini asliga keltirish bu qiyin qo'toqdaydi. Nazik gap. Nazik vaziyat deb mana shuni aytamiz vatandosh. Har qanday yuqori darajali uchrashishdan burun Cungo ikki jiddiy masalaga javob topish kerak. Şu maqolani e'lon qilgan dedik-a 19 günü 3. ayının New York vaqt gazeti e'lon qilgan xabarjimi? Har qanday yuqori darajali uchrashishdan burun Cungo ikki jiddiy masalaga javob topish kerak. Birinchi Prezident Trump zodi nima kerak? Cungo bilishi kerak. Prezident Donald Trump mushaqatim Cungo'dan nimaga erişmekçi bo'lyapti. Zaten nima kerak? Cungo hükümeti Amerika hükümet terkibideki qaysi darajali kishilar bilan ko'rishdi. Ya ko'rishdi. Demek bu kishi orqali Prezident Trump Cungo'ning ushuridan xabardor bo'la oladi. Bu masalaga javob topish uchun Cungo o'tgan oyda o'zining olimlarini, professorlarini Washington'a avatib, Prezident Donald Trump bilan hükümetining amaldorlari va diplomatlar bilan g'ayri rasmiy suhbatlarni olib bordi.
atrofdagi bir chambarak bir doirada Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga munosabatlik. Masalan, davlat mahkamasiga munosabatlik mush doiralar Jungo o'zining odamlarini evatib orliqda ko'rishdi deydi. Ko'rish puli hozir gumon qilyotdi deydi. Chunki bu chambarak Jungo hukumatining amaldorlari ko'rishalaydigan chambarak hargiz bu prezident Donald Trumpning yadroliq chambariga emas. Yoki yaqin turalaydigan chambariga emas. Shunga Jungoliklar bularga so'zlagan so'zni, fikrlarni prezident Donald Trumpga yetkazalamdi deb gumon qilyotdi deydi. Demek Jungo'dan evatilge kelgen kişiler Amerikalık amaldorlar bilan ko'rishdi. Bu amaldorlar Jungo'ning fikrini prezident Donald Trumpga yetkazamdi yo'q deb ansirayotdi Jungo'da. Bazı olimlar, professorlar mundaq ko'rsatdi. Jungoliklar boshdan oxir munosabat qilib kelgan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi, davlat bexatarligi komitetining a'zolari va boshqa amaldorlar Jungolikning fikrini prezident Donald Trumpga yetkazmaydi. Hani ko'rdingizmi? Chunki bu kishilar prezident Donald Trumpning yadroliq chambariga doirasidagi amaldorlar emas deb Jungoliklar ansirashga boshladi. Ko'rishibdi shular bilan. Lekin Jungoliklar yetkazgan fikrini bu kishilar prezident Donald Trumpga yetkazamdi yo'q ansiraydi. Jungo hukumati bu ishlarni bilmoqchi bo'ldi. Prezident Donald Trump Jungo tarafda zodi nimaga erishmoqchi bo'lyapti? Savol. Jungoning arzu umidlariga prezident Trump zodi qanday inkas qaytirdi? Savol. Jungo tamojni bejini amaldan qoldirishini talab qilishi mumkin. Bu qatim boshda tamojni beji qo'ydi dedik-ku. Shularni amaldan qoldirishini talab qilish mumkin bu qatim. Rais Xi Jinping Washingtonga keldi. Ondan Tayvan meselesini Jungo'ni ranjitmaslikni talab qilishi mumkin. Endi bu mumkin emas. Biz boshdan oxirlar so'zlab keldik vatandoshim. Amerika Jungo o'tirisida Tayvan meselesiga masala mavjud emas. Qasdan hozir buni Jungo o'zi paydo qilayotgan masala bu vatandosh. Arliqda nima dedik? Masalan, Lavrnes Tibet'te juda dedik. Tayvan Jungo'ga qaram yoki Jungo kechiringlar. Tayvan Amerika qarashli bir shtat bo'lishi mumkin. Yoki Tayvan o'z olgan mustaqillik jakorlishi mumkin. Yani 3 mümkünlikni degan edi Lavrnes. Shuna aytdik. Endi mushundaq aytgan ahvol ostida Jungo yana Tayvan masalasini ko'tarib siz buningda bizni ranjitmang deydigan gapni deydi, Jungolik deydi. Chunki bu mutahamlik falsafasi bor vatandosh. Jungolik deydi. Endi bugungi kunda yana kelib Rais Xi Jinping va uning atrofidagi amaldorlar yana shundaq Tayvan masalasini ko'tarib chiqsa, bugungi kunda Amerikada bu masalaning ahamiyati qanchalik? Masalan, prezident Donald Trumpdan oldiga bu masalani qo'yishning ahamiyati qanchalik? Boshda nima dedik? Lavrnes Twitter shundaq dedi, bugun 20-kuni hozir Rossiya bilan oktyabr Rossiya bilan Ukraina o'tirishga urush oxirlashib, kelishim imzolangan hamalla Tayvanga yeşil chiroq yoqadi. Shunaq bo'lganda vaqtida buning ahamiyati Jungolikning Tayvan masalasini ko'tarib chiqishining ahamiyati qanchalik bo'ladi vatandosh? Shundaqla Jungo izchil holda prezident Donald Trump hukumati oldida yo'l qo'ymaslikka urinib keldi. Chunki Jungoga Amerika talab qo'ydi. Navbatchi hukumatlar talab qo'ydi. Bugun bu talabni prezident Donald Trump yig'ishtiradigan, xulosalaydigan bir davrda tug'anda, undaqda Amerika Qo'shma Shtatlari qo'ygan talabga Jungo hukumati bu qatim qanday yo'l qo'ydi? Mush qatimqi suhbatda qanday yo'l qo'ydi deganga. Jungoning bir nafar amaldori munda ko'rsatdi. Amerika tamojna urushi qilsin, savdo urushi qilsin, yoki yana boshqa bir teplaq urush qilsin, biz tayyorlanib qo'ydik, oxirgacha elishimiz deb ko'r. Sen mushu qiyofat, yana mushu taklif, mushu fikr bilan Washingtonga kelib Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump bilan ko'rishmoqchi bo'lyapsan. Bu balki diplomatiyada qo'lga keltirish, ya'ni diplomatiya siyosat yo'lida
qo'lga keltirish, masalan, nimani qo'lga keltirish, haligi mavqa jihatda yoki maydon jihatda yoki bir xil kayfiyat yaratish jihatda shunday natijalarni qo'lga keltirish, buni apirib junguli fuqarolar ko'zitish. Mana biz Washingtonda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan suhbatga o'tdik. Maydonimiz shunday qattiq deb junguli fuqarolarga ko'zitish. Ondan boshqa shu, men boshda aytdim-ku, bu qata meni Tayvan masalasi ko'zlab chiqsak, nima ahamiyati bor shu kunda? Agar Xi Jinping bu qatam stel oldiga kelib o'ltirishni xohlaydigan bo'lsa, suhbat stelining oldiga kelib o'ltirishni xohlaydigan bo'lsa, intayin ojiz bir holatga tushib, suhbat steli oldida o'ltirgan bo'lsa, demak maydonimi ketib bo'ldi, g'ayrat shijoatimi ketib bo'ldi. Buni qayta o'riltib o'tirib elib chiqolmaysan. O'zang madad ko'rish, o'zang madad berib, o'zang nochiligini ifodalayman deb bu mumkin emas. Chunki bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump avvalgi 4 yil ichida birinchi mezgillik vazifa o'tagan mezgilda Jungo Kompartiyasi bilan elishib boqdi, ko'rib boqdi. Bugun shu prezident Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti. Siz shunga diqqat qiling-da, bizning xulosamiz, tahlilimizda shunday deymizki, hozir bishorat beribdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Xi Jinpingning Amerikani ziyorat qiladiganligidan bishorat beribdi. Vaqt qaysi vaqt vatandosh? Vaqt qaysi vaqt? Zaman qaysi vaqt vatandosh? Bugun biz vaqt nima? Prezident Donald Trump vaqti. Bugun biz zamonnimi? Prezident Donald Trump zamoni deb belgilab turib muomala qilsak, Rais Xi Jinpingning Washingtonga kelishi, ziyorat qilishi qaysi vaqt, qaysi zaman? Vatandosh. Masalan, 1-oyning 12 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump birinchi qatam Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Esingizda bor vatandosh, 1-oyning 13 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi bu vaqtda vazifa o'tash qasam bermagan, saylamda o'tib bo'ldi-ku. Saylamda g'alaba qilib bo'ldi. Faqat vazifa o'tash qasam berishli qilayotgan 20-san kutib turayotgan kunlar bor. Lekin 1-oyning 12 kuni Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putinga telefon berdi. 1-oyning 13 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining to'rbeti yangilandi. Uningdan Tayvan mustaqillik jakarlasa biz qo'llamaymiz degan bir ibarni, bir cümle ibarni elib tashlab 1-oyning 22 kuni yuzladi. Hozir biz savol qo'ydik. Prezident Rais Xi Jinping Amerikaga ziyorat kelyapti. Qaysi o? 2-oyning 18 kuni Saudiya Arabiston suhbati. Rossiya Federatsiyasi, Amerika Qo'shma Shtatlari suhbat vakillari. 3-oyning 18 kuni, to'liq bir oydan keyin 3-oyning 18 kuni yanala Prezident Donald Trump bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin telefon suhbati vatandosh. Tunugun 3-oyning 18 kuni. Dal mushundaq bir paytda Rais Xi Jinping Washingtonga ziyoratga kelyapti deyli. Endi arliqda biz sizlarga nima dedik? Rais Xi Jinping yoki partiya sekretari Xi Jinping Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putinning Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan Jungoning partiya sekretari Rais Xi Jinping 5-oyning 9 kuni Moskvaga ziyoratga kelib, harbiy parad ko'rak sahnasida ko'rak qabul qildi. Ko'rak qatnashdi. Chunki va'da boraman dedi. Hozircha hech qanday o'zgarish yo'q. 5-oyning 9 kuni Moskva. 3-oyning 18 kuni
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning 90 minutlik telefon suhbati. 90 minutlik telefon suhbati. Endi bugun Reis Xi Jinping qachon? Vaqt aniq emas hozir. 2 kundan keyin 4-oyga kiramiz. Vaqt erishma. Dal shunda vaqtda Reis Xi Jinping Washingtonga ziyorat qilyapti. O'rinlashtirishda ajoyib tartiblik vatandaş. Ajoyib tartiblik. Bunun neticesini aldığımızda görürüz endi vatandaş.